Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Havo dehqonlar, dehqonchilik ishqibozlari. Bugun 16 may 2025-yil. Videomiz Farg'ona viloyat Toshloq tumani Zarkan shaharchasi Boyqo'l mahallasidan olyapmiz. Tongi lazzat degan videomizni bugun 16 may tongidan olyapmiz. Mana ko'rib turganlaring Grizman degan nomli tarvuzimiz. Chiroyli bo'lib bular judayam chiroyli mevalari. Tarvuzlari iloji bo'lsa hammasini mana shunaqa qilib tikalab chiqish kerak tarvuzlarni. Shunda hosili chiroyli bo'ladi, hosili. Ertalabda namozdan oldin, bomdoddan oldin kelib suv ochib qo'ydim. 2 soat oqsa bekitib qo'yamiz. Mana shu safargi suv shunaqaga to'g'ri kelib qoldi. Har safar kech payt salqinda ochib azonda tashlab yuborardik suvni. Bu safar suvni shunaqaga to'g'ri kelib qoldi. Tarvuzlar iloji boricha to'g'rilab qo'ysa, mana qilib tikka qilib qo'yilsa juda yaxshi bo'ladi. Bunga astoydil hali abeddan keyin kirishlar ekan. Abeddan keyin deyishimga sabab palalarni bemalol ezib yursa, aqa-baqa titsa bo'laveradi. Sinib qolmaydi palagi. Yo ezilib bir nobud bo'lmaydi. Tarvuzlar naholasa tarvuzlar rosa ham shirin. Ham mazali tarvuzlar bo'ladi, Alloh nasib qilsa. Sababi bunga shu mahalliy o'g'it tushgan tagiga. Buni kanalimizda yangi qo'shilganlar bundan oldingi videolarimizni ko'rsa, keyin tushunib oladi. Tarvuzga bunaqa qop mineral o'g'itlar solinadi. Uni o'rniga kamas mahalliy o'g'it go'ng solib ekildi, go'ng. Yangicha usulda bu, yangicha uslubda go'ng solib ekildi. Aktiv. Namangan Norin tumanidagi cho'jalik dehqonlarida uslubida ekilgan tarvuzimiz. Haqiqiy chiroq mevalari. Grizman ham joyiga tushib qolsa juda serhosil. Juda ham chiroyli tarvuz bo'lar ekan, shirin tarvuz bo'lar ekan. Alhamdulillah, Allohga shukr. Mana mazza, mana lazzat. Erta tongda bomdodda bugun kabaga o'qidik. Oldin suvni tuzab qo'yib, bomdoddan oldinroq kelgan edim. Bugun kundagidan refleks buzildi. Kunda erta tongda namoz o'qib olib kelardik. Bugun dalada namoz o'qildi, kapada namoz o'qildi. Ibodatlar kapada bo'ldi bugun. Allohim hamma qilayotgan yaxshi ishlarimizni bardavom qilsin, xayrli qilsin. Ibodatlarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Dehqonchilikda shunisi yaxshi ekan. Dehqonchilik qilayotgandagi ketkizgan vaqt, shu dehqonchilik qilayotgan paytdagi barcha kunlar, vaqtlar
biz uchun dehqonchilik qilyapti degan bilan, lekin ilmli odamlardan, ilmli insonlardan eshityapmiz. Shu dehqonchilik qilganda ketgan vaqtlarga ham ibodat qildi degan savobda yozilar ekan. Shu dehqonchilik yaxshi ulug' kasbligi uchun, odamlarni rizqlantirgani uchun shunaqangi bir savoblarni berar ekan. Qarang, dehqonchilik qilib ibodat qildi degan. Qaranglar, mazza ibodat qildi degan savobni berdilar ekan. Bu koreyskiy tarvuzimiz. Grizmanda oldi, bu kichkina, bu mayda bo'ladi. Lekin mevalari o'ta shirin. Koreyskiy mini tarvuzimiz. Hademay pishadi, xudo xolisa. Shu tarvuzlar 10 kunda pishadi, xudo xolisa. Judayam serhosil. Allohim bizni ham shu dehqonchilik qilgandagi, dehqonchilik qilishda ketkazgan vaqtlarimizni ibodat qildi degan savoblardan bersin. Boshqa dehqonlarimizga ham kim nima ekib yetishtirayotgan bo'lsa, oilasi uchun, oilasidan orttirib sotish uchun bozorlarga olib chiqib va xalqimizga yetib borish uchun ekyaptimi, o'zi uchun ekyaptimi, kim shunaqa bir dehqonchilik qilayotgan bo'lsa, barchalaridan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi tongi lazzat degan videomizni tarvuz bo'lamizni oldik. Tarvuzlar xohlasa 10 kunda pishadi. Biz olayotgan videolarda biz bilan billa, men bilan billa yurib dehqonchilik qilayotgandek maza qilib tomosha qilayotgan insonlarimiz bor. Shunaqa kommentariyalar bo'lib bo'ladi orada. Aka, videoni to'xtatmang, olib turing, ko'proq video chiqarib turing deyishadi. Shuning uchun ham shu insonlarni, shu kommentariya yozgan bir yurtdoshlarimizni kommentariyalaridan shu ilhomlanib yana qayta video olaveraman. Ulardan ham bizga kommentariya yozganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Bugungi juma hammalaringga muborak bo'lsin. Videomizni to'xtatamiz-da. Sog' bo'linglar deymiz. Bizni qo'llab turganlarga rahmat aytamiz. Jazirtirib bergan bo'lsak, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha Xudo xolasa salomat bo'linglar.